energiyani neydan alasla deysizlar. Azon bilan turib, yaxshi niyat etib, shukronalik etib, her bir günümüzde razı bo'lib yaşasak, Allah'ım bizlere güç kuvvet ham beradi, energiya ham beradi. Allah'tan hamma narsa. Allah'ımni yaxshi ko'ramiz, Xudoyima behisob shukr. Ne dilesem Allah'ımdan dileyman. Ben de denmez. Haccakım her bir günümüzünü şükranalık bilen başlasak, feyz bereket ola buladı şu günümüz. Rızkımızdan beredi, nesibemizden beredi, pulan beredi, ne olsa Allah'tan soraş gelir. Ben de denmez. Aytkan ki, Xudadan sorasan şunu çeklim yaxşı göredi, benden sorasan şunu çeklim yaman göredi. Bendeni bergenine kuş doymaydı. Ben de bir gün berse, erten millet ededi. Allah'tan sorasak, Allah bizlere mükemmel etip beredi. Rızkımızdan, nesibemizden. Şunun için evvelen Allah'ımdan soruşumuz gerek. Her bir nerseni. Keyin bir yine bir zor motivasyonlu nerseni işitkenmem. Şimdi biznes hakkında da o. Biznesden özünün sırları var, bilseyizler. Ne için hemen biznesi men bok git bilmeydi. Biznesin özünün sırrı var. Benim 17 yıl biznes sahasında yürüyen bolsam, savda sattık etip, kichkina vaqtimdan beri sataman. 5. klass bolaydım. Sizlere aytib beraman. 98 yılda ben 5. klass bolaydım. Pulum yok. Apamdan 3000 so'm pul so'rab turganman. Apa, bana bir 3000 so'm pul berib turun. Ben şimdi biznes etjekman, savdo sattık etjekman deb aytganman. Buni nima satganman? Meyda chuyda narsa, semichka, zuvachka narsalarni olib kelib 500 so'mga semichka, qonni, zuvachka, chupa-chup, sochini meyda shokolad, uni buni kelib turib, to'ylar ko'chada bo'lar edi. Ko'cha to'ylari bo'lar edi, shu vaqtida olib borib men vest satganman. Keyin 3000 so'm pulni 10000 so'm etib uyga kirgizganman. Keyin shu 7000 so'mga papka, ruchka, daftar olganman. Shu vaqtdan. Keyin aytjakim, uni nima aytib turibman? Shu kichkina vaqtimdan beri qiziqqanman shu narsaga. Masalan, kichkina 5. klass bolaga shu ishni et desang ham etmaydilar-da. Ana shu yeri bor. Men aytjakim, nima deyjakman o narsam bilan? Baribir shundan boshlangan meni biznesga girib kelishim, savdo sotiq etishim, imini shundan boshlangan. Lekin aytjakim, uyalmaganman, men avvalambor hech qachon uyalmaganman. Shu narsani etishim kerakmi? Taqishdik etganman. Imini savdo sotiq etish kerak. Ko'nglime yoqqandan shu narsa meni birinchi. Keyin bundan tashqari ijod narsasi kichkina vaqtimdan beri qo'shiq aytaman. Yodlaganman qo'shiqlarni shu vaqtimda eshitar edim, yodlab bir maytofonimiz bo'lar edi bizani. Yosh vaqtimizda aytib beraman sizlarga. Qizil akam bizlarga maytofon olib bergan, qizil maytofon. Shu vaqtimda maytofon deganda nima desam, kasetasi bo'lar edi. Shu kasetalarni olib eshitar edik. Ağam Rukiverxni eshitar edi. Men Sitarani eshitar edim. Ozoda Nursaidovni eshitar edik. Keyin Dado guruhi bo'lar edi, uni eshitar edik. Shunday qo'shiqlar kallamda qolib ketgan. Hali buynadim. Hammasi tamom. Sitara guruhini yodlaganman shu vaqtimda polnisti. Keyin Samandarni sevgi fazosi shu vaqtda chiqqan. Yodlaganmiz. Keyin tutamasam shu vaqtlarda chiqqan avvalgi qo'shiq. Keyin yana yalan dunyo ham chiqqan shu vaqtlarda. Qadimgi avvalgi qo'shiqlardan. Shu vaqtlari biz endi yosh bo'lganmiz. Buni yil aytgan. Ashunday moviy u adım avvalgi. Keyin uni anam Mölde Asalxo'jayeva ham aytgan. Ashunday bu nima desam ekan, bu qo'shiq, ijod, biznes, keyin blogerchilik shunday bor. Nima desam ekan, endi bloger bo'lish uchun iPhone telefon kerak, to'g'rimi? Hamma aytgan iPhone telefonimiz yo'q, iPhone telefon ham erishdik, Allohga behisob shukr. Aytjakim, nima deyjakman? Erishib bo'lmaydigan narsaning o'zi yo'q, hamma narsa erishsa bo'ladi ekan. Lekin Allohning izni bilan. Alloh taoloning qo'ygan kuni bor, shu kuni olasan degan narsani shu kuni olasan. Minut, sekundlarda yozib qo'yibdi uni. Ham erishib bo'lmaydigan narsaga Alloh taolo qalbingga solmaydi ekan shu narsani. Erishib biladigan narsangni qalbingga soladi ekan. Ashunday. Uni nima aytjakman? Erishib shuning vaqt bo'lgan, men
azır aytaman 98-99 yıllarda 99'da aytkan ben. Apa öydeylərə ben Dubaya varaman deyəndə həmməsi hayran qalan. Ha, gülgələ da iş qılıb. Bu Dubaya varaman da oturtdu bu da. Keyin 2019 yılda hayat takazası bilen bizneslerimiz bilen, işlerimiz bilen Dubaya çıkıp gitken ben Birleşik Arap Emirliğine. Pasportumu doğulab, kızıl pasportunu vizalarımdan alıp bir haftalik tur paketlerimi satıp alıp çıkıp gitken ben Dubaya. Varıp, yaşap, biznesle etip, aylanıp, kıdırıp, varıp geldim ben. Şimdi yine ne anlatacak maslara. Keyin 2024'te Türkiye'ye çıkıp gitken ben. İstanbul'a. Şu derecede Allah'ım koygan eken bana. Şunun güllerini bir hesap şükür. Şunun hoşra yerlerini görsetti. Keyin şerşerelerini arzu etken ben. Şerşereler akıp durgan sulu manzarali yerlere. Birinci Cizdax'a bargan ben. Cizdax'ın şerşeresini görgen ben. Keyin Surxondaryoda Amanxana sanatoriya barganmiz. Amanxana sanatoriya bargan vaqtimizdan 3 gün vida bulup 4. gün Sengerdek'e çıkkanmiz. Sengerdek diye şerşeresi var, hamma biladi onu. Keyin Nene şerşereye bargan ben Toshkentdagi. İş kılıp şu 3 şerşereye bardık. Bana bir arzum bolgandan beri haqiqiy şerşereni görüş. Keyin chiroyli hayat yaşashni arzu etgan ben. Restoran, kafe, klub var. Hamma chiroyli yerlarda o'tiraman. Ulu bo'lsam, endi yosh vaqt bola bo'lganmizda. Endi u yerlere barış bir bize için arzu bo'lgan men uchun. Mesela o vaqtda pulumuz yok. Oddiy odam edim. Hayat takazası ben Allah'ım bizlere devlet verdi, hazinesinden verdi. En chiroyli kafe, restoranlarda oturishni boshladik. Aytjagim, Toshkentga borgan vaqtda Basri Baba, İstanbul restoranlarında oturduk. Her barganda her xil restoranda baramiz. Ashunday Bedamina, Gavhar, Saltanat, Bellissimo mesela restoranların içinde. Şulara köp barganman. Ashunday yine özüm hakkında sizlere chiroyli ma'lumotlarni berdim deb o'ylayman. Bu ne deydi? Qalbimning ichidan necha yilgi gaplarim. Keyin qolaversa yine bir narsani aytjakman. Ne desem ki xafa emasman, prosta aytib o'tjakman u narsani navga. Men ham hayotimda har xil gullar bo'lgan. Yaxshi gün, yomon gün bo'lgan. Mendan geçip ketganlar ko'p bo'lgan. Doğrusu uni navga aytjakman. Vaqt satında mendan kechganlardan ko'pchilik insonlar mendan voz kechganlar. Hayatımda shunday gullar bo'lib o'tgan meni doğrusu özüm bilaman, bir Allah biladi, bir opam biladi. Shunday yomonlag'anlar meni obro'slantirishga harakat etgan bular, loy chaplasha. Şu derecede iç kara, negatif adamlar bo'lgan hayatımda. Endi bular saxta adamlar da. 200'lemeçe saxta adamlarni görgenmiz. Laganberdi Allah'ını. Zarar yok. Allah görtürttü-ku dəfədə. Bu güllə ötüb getdi. Endi həmməni hayatında bolup ötədəkən onun güllə yaxşı gün, yaman gün. Zato zarar yok. Uların bir yaxşılığa xasiyyət izləyənmə. Gözümü açıq qoyğan. İşte bu kim bana dost, kim bana düşman, kim neçilikini bilib ağam. Aşınlayım. Lekin bir narsasine xursandman. Hele şu adamlar benim hayatımda var ekan deyman. Şu adamlar bo'lmasa hali binoda hech kimni bilmay yurardim. Shuncha ko'p odamni yanıma anlatib bilmay yondashtira olmayman. Hamma bilan ham dim yaqin bo'lib ketib bilmayman. Nechun desa ko'pchiliklari yomonlik aytganlar menga. Yaxshilar. Shunday g'iybatlarim bo'lgan. Men yo'q yerda o'zi yo'q, yuzi yo'q deydi-ku. O'zi yo'q-ku, kim eshitib boradir, kim bilib boradir, buni so'zlab o'tirganimizda ashunab ko'p so'zlaydilar. Zarar yok, bir gün bir gün hayat takazası bilen aklandı, hamma narsa joyli-joyina tushdi. Kimlikini bildik, navlukini bildik. Xudo bir hisob shukr, o'zina qaytar dunyo bo'ldi shu odamlar. Shuncha yillar etgan yomonliklari o'zlariga qaytdi. Bir narsa bordan hech qachon bu dunyoda qaytar dunyo degan narsa bordan adamın hayatında şu derecede qaytib qo'yadi, 1000% qaytadi ekan. Her bir aytib turgan narsasi, her bir aytib turgan yomonliklari ne diyecekman? İcat etken vaqtimda icadım ham qarşılıqlar bo'lgan, üstümüzden gülgan adamlar bo'lgan. Bunun avazı yok, san'ati yok, Allah bir sen qaveding, qo'shiq aytmagan degan adamlar bo'lgan.
Lekin hayat taqozosi bilan Toshkentda to'ylarni suvdik. Chiroyli davralarda qo'shiq aytdim. Allohimga behisob shukr. Televideniyega chiqdim 2025da yana bir yil 8 to'da. Instagramda, YouTube'da videolarimiz, reelslarimiz yetib turibdi. Xudoga behisob shukr. Hammasi to'pa chiqdi desam bo'ladi. Fashti ko'pchilik reka chiqqan. Nalarimni, videolarimni. Shuni yaxshi ko'rib yuradigan muxlislarim bor ekan. Behisob shukr. Alhamdulillah. Sevimlatib qo'yganlarga shukr. Odamlar men bilan rasmga tushishni boshladi. Shuni samimiy muxlislarni topdim. Yosh bo'lsin, katta bo'lsin, hammasi hurmat etadi. Behisob shukr hozir bugun. Tanli momentda. Shuning uchun aytchakim, hech bir narsa uchun qisilmayman, qisilmayman. Yonidan Xudo xolasa sizlar uchun ijod etaman. Sizlar uchun chiroyli qo'shiqlarni chiqaramiz. Qo'ldan kelganicha. Avvalambor, nima deyapman? Meni chet eldan ko'radigan muxlislarim bor ekan, shular meni dum ko'p podдержка etgan. Vaqt chetida qo'llab-quvvatlar Alloh meni. Aytchakim, nima deyapman? Har bir muxlisimning boriga shukr. Ben doğrusunu aytaman. Bular ham aytadik adamning hayotida har xil gullar bo'ladi. Shu gullar vaqtida, yomon gullar bo'lgan vaqtida ular mendan kechmaydilar. Naborat menga yaxshi gaplarni yozib, biz aslida muxlisizmiz, ijod etishda davom eting degan uchun bu hayotda men davom etib kelaman. Ijodimni bir vaqtlari bo'lgan, shuning qisqagan vaqtimda hammasini yig'nashtirib yetib qolaymi deya, lekin yo'q. Uning bo'lmagan, Xudoyima behisob shukr, hammasi joyida. Hammasi zo'r bo'lib ketdi. Ijodlarimiz ham joyina tushdi, bizneslarimiz ham yurishib ketdi, ishlarimiz ham yurishib ketdi. Hozir nima desam ekan, hozirgi hayotim, avvalgi hayotim bilan uje yosham bosadi ekan odamni. Hozir tinchlik, sakinlik kelayotgan odam bo'lib qolman, to'g'risini aytaman. Tinch, sakin yerlarni yaxshi ko'raman hozir dalil momentda. Oxirda yerlar uje yoqavermaydi. Ashunday. Hozir 38 yoshda bo'lsam, 38 yoshman hozir dalil momentda. Bu yaşa yetib kelince o'zi bo'lmadi doğrusu. Ne bir gullarni görmedik bizi. Oho. Zarar yok, ular ham sinov edi menga berilgan. Meni chekimga tushgan sinov edi. Lekin sinovlardan a'lo darajada o'tdim deb o'ylayman. Endi bu yerni yaxshi Xudo xolasa. Ham ziyoratlarga borganni yaxshi ko'raman. Shu nima deydi? Ko'p ziyoratga borib turaman. Polvon pira, Ulug' pirimiza, Toshkentjon bobo boraman, keyin Sulton bobo boraman, Zangat og'a, Nurat og'a, keyin nadagi Buxorodagi Yetti pir bor-ku, shuna borishni yaxshi ko'raman. Bahodir Naqshbandiya. Shu ziyoratlarga ko'p borib turaman. Shuning gaplar sizlar uchun shuncha ma'lumot berdim yana bugun. Ko'p meni kutib o'tiradilar. Shu narsalarni aytib o'tishim kerak edi. Uni aytdim. Menimcha sizlarga manzur keladi deb o'ylayman. Aytgan gaplarim o'zim haqida qisqacha bo'lsam ma'lumot berib o'tdim. Aytchakim, men sizlarni doğrusu yaxshi ko'raman muxlislarim. Sizlar uchun ijod etaman. Sizlar uchun hammanizdan vaqt chatib bayli konsert deb turibdilar. Konsertdan Xudo xolasa, Xudo qo'ygan kuni qo'yarmiz hali. Sizlar bilan ko'rishish nasib etsin ilohim. Azam bilan niyat etdim. Shu narsani siz muxlislarimiz bize mashhur bo'lamiz. Sizlar shu mashhurlikka chiqargan sizlar bilan, sizlarni podдержкаларınız bilan bo'ldi. Qo'llab-quvvatladingizlar meni. Like'larni, zarar yo'q, negativ yozganlar ham rahmat. Shular ham tarqatishga yordam berdi-ku zato. Videolarimizni tarqatib berdilar-ku. Negativlar üstümüzden gülgen adamlar bo'ldi. Lekin so'ngida bizlar muxlis bo'lib qoldi. Qachon efir etasiz? Efirlarimizni sog'inib o'tiribdilar, kutib o'tiribdilar. Ashunning gaplar. Keyin yana bir narsa aytmoqman, spam degan narsa bor ekan. Joliba tashiydi ekandan, spam etadi ekanlar. Endi shu narsani ham ko'rsatdi bular. Zarar yo'q. Bugundan ham o'tib ketarmiz. Reaksiya bildirib tursa ochilib ketadi deydilar-ku, yana bilinma. Ashunning gaplar. Shu narsalarni aytsak edim sizlarga, sog' salomat bo'linglar, yaxshi ko'raman. Har bir kunga shukr Allohimni. Bergan damina shukr, bergan kunina shukr. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman. Avvalambor jonimiz sog'. Yine quyosh chiqib turibdi orqadan. Ashunning gaplar. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, hali ko'p narsalarni ochiqlaydigan narsalar bor, ularni aytib beraman Xudo xolasa. Bizlarni ko'rib boringlar, sizlarni yaxshi ko'rib qoluvchi Bahrombek, hurmat ehtirom ila.
Eng yorug' tilaklar ilə.